2026 yil 3-mart sanasida Prezidentimiz tomonidan eng muhim bo'lgan 33-sonli farmon qabul qilindi. Ushbu farmon ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi fuqarolarimiz tomonidan kutilayotgan eng muhim farmon deb hisoblasak bo'ladi. Sababi ushbu farmon orqali ayollar va bolalarga nisbatan zo'ravonlikka barham qo'yish, chek qo'yish yoki bo'lmasam oilaviy maishiy zo'ravonliklarga chek qo'yishni ko'zda tutgan farmon deb hisoblanadi. Ushbu farmonning eng birinchi vazifalaridan bo'lib, voyaga yetmaganlar o'rtasida yoki yoshlar orasida erta turmush, erta tug'ruq holatlarini oldini olish bo'yicha dastlabki shu vazifalar, chora-tadbirlar belgilab berildi. Endilikda voyaga yetmagan shaxslar o'rtasida sodir etiladigan erta turmush, erta tug'ruq holatlari yoki ularga nisbatan sodir etiladigan jinsiy jinoyatlar hozirgi kunda prokuratura organlari tomonidan tergov ishlari amalga oshirilishi va tergovga qadar ishlar ham prokuratura organlari tomonidan taftish ishlari olib borilishi ko'zda tutildi. Shuningdek, ushbu turdagi jinoyatlar uchun og'ir tartibdagi qamoq jazosi yoki bo'lmasam 16 yoshga to'lmagan shaxslarga nisbatan sodir etilgan jinsiy jinoyatlar uzoq muddatli qamoq bilan bog'liq bo'lgan jazo choralari qo'llash bilan birgalikda mustahkamlandi. Bundan tashqari oilaviy maishiy zo'ravonlik tushunchasiga ham to'xtab o'tilgan. Oilaviy maishiy zo'ravonlik bo'yicha ayollarga nisbatan sodir etiladigan shafqatsizlik, har qanday agressiv muomalani qat'iy taqiqlash maqsadida ular uchun himoya dasturi orqali so'z signallari o'rnatilishi va har bitta ayolning tezkor himoyasini himoyalashni ko'zda tutuvchi himoya mexanizmlari ishlab chiqildi. Ushbu vazifalar ichki ishlar organlari tomonidan nazorat qilinishi va agressor yoki zo'ravon shaxslar deb topilgan shaxslarni 3 oy ichida psixiatr ko'rigi nazoratidan o'tkazilishi ham belgilab berildi. Bu bilan zo'ravonlikni oilada qat'iy barham topishi, ayollar va bolalarni erkin oilada normal baxtli hayot kechirishlarini ta'minlashni ko'zda tutadi. Inson qadrini ulug'lash, xotin-qizlar, ayniqsa bolalar huquqini himoya qilish hozirgi kunda davlatimiz siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Hurmatli Prezidentimizning 33-sonli farmonlarida ham aynan xotin-qizlar va bolalarning huquqlarini himoya qilish, ularni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish yo'llari va tizimini tubdan takomillashtirishga qaratilgan farmon deb o'ylayman. Bu farmon faqatgina qoidalar to'plami emas, balki bu aynan tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish uchun xotin-qizlar va bolalar bilan ishlashda yo'l xarita deb o'ylayman. Chunki aynan mana shu farmon ijrosi yuzasidan biz har bitta tuman shaharda, viloyatda hamda mahalla fuqarolar yig'inlarida ishchi guruhlarni tashkil qilib olganmiz. Viloyatda 50 nafar, tuman shaharlarda 30 nafardan hamda mahalla fuqarolar yig'inlarida 4 nafardan ishchi guruh a'zolari bor. Ular doimiy ravishda faoliyat yuritib kelmoqdalar. Hamkor tashkilotlar bilan hamkorligimiz juda ham yaxshi. Aynan hamkor tashkilotlar bilan birgalikda mahallalarda kerak bo'lsa xonadonbay manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Ya'ni erta nikohni rejalashtirgan oilalarning eng asosiy ro'yxatini shakllantirib oldik biz. Aynan shular bilan ishlashda o'zimiz oldimizga reja qo'yib, hozirgi kunda ishchi guruh, targ'ibot guruhi bilan birgalikda mana shu oilalar bilan ishlab kelmoqdamiz. Erta nikohni rejalashtirgan oilalar bilan doimiy ravishda profilaktik suhbatlar o'tkazish natijasida shu bugunga qadar viloyatda 23 ta erta nikohni oldi olindi. To'ylar to'xtatildi. Farmon qabul qilinganiga va ijroga qaratilganiga 3 oy bo'ldi. Mas'ul idoralar vakillari ta'kidlaganidek, farmon bilan davlat va nodavlat idoralari oldiga bir qator mas'uliyatli vazifalar yuklatilgan. Avvalo farmonning mazmun mohiyatini keng jamoatchilikka yetkazish, yoshlar o'rtasida targ'ibotini kuchaytirish muhimligini nazarda tutgan holda, viloyatimizda uning ijrosi qanday amalga oshirilyapti? Joylarda muammo va yechimlar nimalardan iborat? Oila va mahallalardagi sog'lom ijtimoiy muhit yanada barqarorlashishiga erisha oldikmi? Ayollarning, opa-singillarimiz va farzandlarimizning huquqiy himoyasini ta'minlab bera olyapmizmi? Shu bilan birgalikda xotin-qizlarga ko'rsatilayotgan imtiyozlar ichida eng quvonarlisi 21 yoshga to'lgan shaxslar o'rtasida qonuniy nikoh holatlari tuziladigan holatlarda ushbu yil 26-yil 1-sentyabrdan boshlab bepul nikohdan o'tish holatlari
imtiyozlari belgilab berildi. Bundan tashqari xotin-qizlarni bepul texnikumlarda o'qishlari, shu bilan birga oliy ta'limda 3 yoshgacha bo'lgan farzandi bor, homilador yoki bo'lmasam 3 yoshga to'lmagan farzandi bor ayollarni masofaviy ta'limlari ham joriy etildi. Bu bilan xotin-qizlarimizni oliy ta'lim olishi yanada kuchaytirildi. Ya'niki ayollarimizni ma'lumot darajasi oshishi uchun ko'plab imtiyozlar yaratilib borilyaptiki, bundan tashqari xotin-qizlarimizni, ehtiyojmand xotin-qizlarimizga oliy ta'limda o'qish uchun kontraktlarini to'lab berish yoki ularni kontraktlari uchun foizsiz kreditlar ajratilishi ham mana shu farmonda ko'zda tutilgan bo'ladi. Aholimiz tomonidan bu farmon bilan tanishib chiqish albatta foydadan xoli bo'lmaydi, chunki xotin-qizlar va bolalarga nisbatan yaratilayotgan ko'plab imtiyozlar ushbu farmonda o'rin olgan. Shu bilan birgalikda erta turmush holatlari haqida xabar bergan shaxslar yoki davlat idoralari xabar bergan taqdirda ayblanuvchilar tomonidan undiriladigan jarimalarning 15% miqdorida rag'batlantirilishi hamda ushbu shaxslar yoki idoralar sir tutilishi ko'zda tutilgan. Bizda har bitta xabaringiz bor, 19 tuman shaharlarda oila va xotin-qizlar maskanlari faoliyat yuritib keladi. Ushbu maskanlarda 3 ta ta'lim dasturlari, nikohlanuvchi yoshlar bilan, nikoh qurganiga 5 yil to'lmagan hamda oilaviy ajrim bilan bog'liq nizoli oilalar bilan ishlash dasturlari amalga oshirilib kelinmoqda. Ushbu oila xotin-qizlar maskanlarida 8 ta xizmatlar yo'lga qo'yilgan. Ya'ni psixologik, huquqiy, oilaviy maslahat, reproduktiv salomatlik, sport sog'lomlashtirish, kasb-hunarga o'qitish, tadbirkorlik, xavfsiz va qonuniy migratsiyani tashkil etish xizmatlari ko'rsatiladi. Ayniqsa oilaviy nizolar oqibatida doimiy ravishda oilada er-xotin nizosi, kelishmovchilik oqibatida psixologik qiyinchilikka duch kelib qolgan shaxslar bor. Ermi u, xotinmi? Oila a'zosi, aynan mana shu vakillar bilan o'sha maskanga biriktirilgan psixologlar bilan birgalikda ish olib borib, bugungi kungacha 750 dan ziyod shunday shaxslarga psixologik yordamlar ko'rsatdik. Bundan tashqari yana huquqiy yordamlar ko'rsatib kelinmoqda. Huquqiy yordamlar kimlarga aynan ko'rsatiladi? Aynan mana shu oila qurgan va oilada turli xil muammolarga duch kelayotgan, endi bu muammolarni qanday yo'li bilan hal qilish kerakligini boshi qotib qolgan aynan shaxslarga, oila a'zolariga biz huquqiy maslahatlar berib bormoqdamiz. Huquqiy maslahat berish zaminida biz ularga oila huquqi, oilada ota-onaga munosabat, farzandlarga qanday tarbiya berish kerak yo'l-yo'riqlari, oilada er va xotinni huquq va majburiyatlari to'g'risida bilim berib bormoqdamiz. Farmon bilan targ'ibot va rag'batlantirish choralarini ko'rish orqali yoshlar o'rtasidagi erta turmush qurish holatlarining oldini olish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Erta turmushning oldini olish bu qizlarimizning orzulari uchun yo'l ochish, salomatligini mustahkamlash, farzandlar kelajagi, kamoloti uchun imkoniyat yaratish demak. Marg'ilon shahrida so'nggi 5 oy davomida 206 nafar shaxslar, ya'ni ayollarga himoya orderi rasmiylashtirib berildi. Bu bilan zo'ravon shaxslarga nisbatan qat'iy talablar tushuntirib o'tirildi. Shu bilan birgalikda 4 nafar ayollarimizga sud orqali 1 yilgacha bo'lgan himoya orderlarini uzaytirish tartibi ham belgilab berildi. Bundan tashqari 8 nafar voyaga yetmagan shaxslarimiz ham himoya orderi berish orqali nazoratga olindi. Albatta bu nazoratlarni Marg'ilon shahar hokimligi oila va xotin-qizlar bo'limi, shuningdek inson ijtimoiy xizmatlar markazi, adliya, prokuratura va boshqa hamkor tashkilotlar bilan birgalikda ularni himoyasi, kelgusidagi oilaviy sharoitlarni o'rganish orqali, shu bilan birgalikda har kvartalda himoya orderi olgan ayollar yoki profilaktik hisobda turuvchi ayollar, oilaviy maishiy zo'ravonlikka uchrayotgan yoki og'ir muhitga tushib qolgan ayollar bilan ishlash orqali, ularni sayyor qabullarini uyushtirish orqali ularni muammosini o'z vaqtida o'rganib yechim qilishga harakat qilyapmiz. Shu bilan birgalikda ayollarni birinchi o'rinda bandligini ta'minlash, ularni hunarmandchilikka o'rgatish, o'qitish, monomarkazlarga yuborish yoki oliy ta'limlarda o'qishlarini qo'llab-quvvatlash, ularni kontraktlarini kerak bo'lsa ehtiyojmand oilalarni qoplab berish va og'ir sharoitda yashayotgan ayollarni xonadonlariga bepul tashvish tugmasi qo'yish orqali ham ularni himoyasini ta'minlab berishga xizmat qilmoqdamiz. 7200 dan ortiq yosh nikohlanuvchi oilalarga ham oila sabog'idan bilim berib kelinmoqda. Aynan mana shu oila maskanlari bugungi kundagi
Prezidentimizning 33-farmonlarini ijrosini ta'minlash maqsadida olib borilayotgan mana shu maskandagi faoliyat ayni muddao deb o'ylayman. Chunki aynan bu maskanda ham nikohlanuvchi yoshlarni qamrab olyapmiz, ham nizoli oilalarning vakillarini qamrab olyapmiz, ham bundan tashqari psixologik va huquqiy yoki boshqa tibbiy, boshqa xizmatlarga muhtoj bo'lgan, yordamga muhtoj aholi qatlamini biz aynan shu maskanlarda qamrab olyapmiz. Bugungi kunda tajribadan shu narsani gapirib o'tmoqchimanki, bizga kirib kelayotgan ba'zi bir ayollarimiz oilaviy munosabatlarni hal qilish maqsadida kirib kelishadi, lekin uni tag zamirida bola tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganligi bilinib qolyapti. Chunki ko'p oilalarimiz, ayniqsa yosh onalarimiz bolani jismoniy qattiq ushlab, jismoniy tazyiq o'tkazib, doimiy zo'ravonlikda ushlab turibgina tarbiyalash mumkin deb o'ylashadi. Aksincha, bolaga to'g'ri tarbiya berish uchun uni dunyoviy bilimlar bilan ongini boyitishimiz kerak. Prezident farmonida xotin-qizlarni o'qitish, oliy ma'lumotli bo'lishiga ko'maklashish, ularga hunar o'rgatish yo'nalishida bir qator imtiyozlar, imkoniyatlar belgilandi. Jumladan homilador va yoki 3 yoshgacha farzandi bor qizlarimiz uchun oliy ta'limda o'qishni davom ettirish uchun ikkinchi imkoniyatni berish ham nazarda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi ayollarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish maqsadida himoya orderi oluvchi ayollarimiz yoki notinch oilada yashovchi ayollarimiz murojaat bilan bizga chiqishgan edi. Ushbu ayollarga masalan Marg'ilon shahrining o'zida hozirgi kunga qadar 10 dan oshiq ayollarimiz birlamchi ko'mak xonalariga yotqizildi. Ularning 4 nafari viloyat reabilitatsiya markazlarida qayta tuzatish dasturlaridan o'tkazildi. Ushbu ayollarga o'z navbatida psixologik, yuridik, ijtimoiy va boshqa xizmatlar ko'rsatilish bilan birgalikda ularni o'sha yerni o'zida hunarga o'rgatish, kasb-hunarli qilish, masalan, reabilitatsiya markazlarimizda joriy etilgan sartaroshlik, pazandachilik, tikuvchilik kurslari bilan ham o'rgatib borib, ularni yana qayta hayotga, yangi imkoniyatlar bilan qaytishlariga imkoniyat yaratib, ushbu reabilitatsiyada ayollarimizni qayta o'zlari ustida ishlashiga imkoniyat yaratib berildi. Va bu ayollarimiz hozirgi kunda o'z oilalari bilan yana baxtli hayot kechirmoqdalar. Ijtimoiy reabilitatsiya qilish orqali bu ayollarimizni yangi hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishga ham erishildi. Marg'ilon shahrimizda albatta o'ziga ishongan, hayotda o'z o'rnini topgan ayollarimiz talaygina. Bu ayollarimiz orqali hozirgi kunda mana shu jabrlanayotgan, himoya orderi olayotgan, hayotda bir qiyinchiliklarga uchragan ayollarga misol sifatida uchrashuvlar qilamiz va ularni kerak bo'lsa, shularni oilalariga tarbiyachi, murabbiy etib biriktirish ishlari ham yo'lga qo'yilgan. Shu jumladan Oqil ayollar harakati kengashi, buvijonlar maktabi tuzish orqali bir necha oilalarni yarashtirishga va ana shu oilalardagi ayollar bilan yoki zo'ravon shaxslar bilan ishlash uchun murabbiylar biriktirib, bu ayollarni yoki oilani normal hayot kechirishiga erishilgan. Hozirgi kunda aholi masalan Marg'ilon shahrining o'zida ham oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi ko'tarilgan xotin-qizlarimiz o'rtasida, chunki borgan sari aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bu bilan mana shu himoya orderi olayotgan yoki jabrlanishda qolayotgan yoki yolg'iz ona bo'lib qolayotgan ayollarimiz aksariyati ma'lumoti yo'qligi, ularning kasbi yo'qligi, bugun shug'ullanadigan yumushi yo'qligi
ekanligi va hayot oldida uni farzandlari oldida ojiza ekanligi mana shu yorqin misollarni aytish orqali bu ayollarni hayotga qaytarish va kelgusida oila quruvchilar o'rtasida manfaatli oilalar qurish maqsadida ayollarimizni bilim darajasi, hunar darajasini oshish kerakligi albatta targ'ibot qilib borildi. Bu targ'ibotlarimiz samarasi o'laroq Marg'ilon shahrimizda ham oliy ta'limga kiruvchilar, grant yutuvchilar, kerak bo'lsa top mingtalikka kiruvchi xorijiy davlatlarda o'qishga grantlarni yutib olgan yoshlarimiz soni oshib bordi. Bularning orasida qizlarimizni borligi, davlat mukofotini olayotgan qizlarimiz borligi quvonarli holat. Bu kelajakda o'zining samarasini albatta beradi. Farmonning yana bir muhim jihatlaridan biri bu 2027-yildan boshlab har ikkala taraf 21 yoshga to'ldi. Aynan bular birinchi marotaba nikoh qurishmoqchi. Aynan bunday yosh oilalarga juda katta qo'shimcha imtiyozlar, boshqa shakldagi qo'llab-quvvatlash choralari taqdim etiladi. Bunday yosh oilalarga agar ular ijtimoiy reyestrga kiritilgan bo'lsa, subsidiyalar, davlat grantlari berilishi 1,5 baravarga oshirildi. Bu ham yosh oilalarimizni qo'llab-quvvatlash, oilalarning mustahkam bo'lishiga zamin. Bundan tashqari nikoh shartnomasini tuzgan nikohlanuvchilarga nikoh tuzish uchun davlat bojidan ozod qilib qo'yish to'g'risida ham aynan mana shu farmonda belgilab qo'yilgan. Farmonda vakolatli organ va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirilgan holda tashkil etish hamda idoralararo hamkorlikni ta'minlash, idoralararo zanjirni yaratish maqsadida tartib o'rnatilishi ham belgilab o'tilgan. Bu Sog'liqni saqlash, inson ijtimoiy xizmatlari markazi, ichki ishlar idoralari zimmasiga ham bir qator vazifalar yuklaydi. Endi nafaqat jabr ko'rgan ayol, uning reabilitatsiyasi bilan shug'ullanish, balki agressor, ya'ni huquqbuzarga nisbatan ham ta'sir choralarini, jazo choralarini qo'llash muhimdir. Ichki ishlar boshqarmasi vakili sifatida farmonni quvonarli tomonlarini gapirib o'tmoqchiman. Sababi to'g'ridan to'g'ri zo'ravonlikka duch kelgan ayol birinchi navbatda 102 tizimiga xabar berishi. Dastlabki ayolning dardi, uni dastlabki holati ichki ishlar boshqarmasiga kelib tushgan xabarda namoyon bo'lishi hamda guruhimiz bilan birgalikda shug'ullanish jarayonida ayrim bir qonunchiligimizda, hukumat qarorlarida ham bo'shliqlar bor edi. Yoki bir qandaydir hozirgi kunda mana shu zo'ravon shaxslarimiz tomonidan qonunlarda belgilangan javobgarlik masalalarini mensimaslik yoki bir oddiy qarash sifatida qarayotgan. Aynan bu chiqqan farmon endi nafaqat jazo choralarining kuchaytirilishi bilan, balki kelgusida bolalarga va ayollarga qilinayotgan har qanday zo'ravonlikka qarshi kurash masalalari ko'rsatib o'tildi. Ayniqsa bu 14-16 yoshdagi o'smir qizlarimizni jinsiy erkinligiga qarshi kurash dolzarb masala qilib qo'yildi. Javobgarlik masalalari, umrbod ozodlikdan mahrum etish yoki uzoq muddatli jazo tayinlash masalalari keskin belgilab berildi. Bu bir vaqtda o'zida keskin profilaktik ta'sirchanlik holati ham deb baholayman. Sababi biz juda ham ko'p targ'ibot qilamiz, jazo choralarini kerak bo'lsa tushuntiramiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 59.2 moddasi oilaviy maishiy zo'ravonlik. Mana shu 6 million, 6,5 million yoki bir 5 sutkagacha bo'lgan qamoq jazolarini o'tab chiqib ham aynan shu ma'muriy huquqbuzarlikni qayta boshqa ko'rinishda sodir qilayotgan zo'ravonlarimiz ham yo'q emasdi. Mana shu holatda biz yil yakuni bo'yicha 9 mingga yaqin himoya orderlari taqdim qildik. Buning ichida 100 ga yaqinlari takroriy, doimiy ravishda zo'ravonlikka uchrovchi ayollarni biz alohida ajratib olib, u zo'ravonlar bilan ishlashda ham birmuncha qiyinchiliklarga duch kelayotgandik. Mana bu farmon bilan aynan mana shu doimiy ravishda zo'ravonlik sodir etishga moyil bo'lib qolgan shaxslarni 3 oy muddatda o'sha psixiatr ko'rividan o'tkazib, konkret tashxis bilan davolash masalasi, qayta zo'ravonlik qilishni oldini olish borasida dastur asosida ishlash bo'yicha taklif kiritilsin. Loyiha iyul xarita ishlatilishi bo'yicha ham tartib belgilab berildi. Endi bu ham kelgusida bizda zo'ravonlik holatini takror sodir etilishini oldini olish hamda faqatgina jabrlanuvchi bilan emas, zo'ravon shaxs bilan ham rejali ishlar olib borilishi belgilab qo'yildi. Ey, qamchi millaysan, tez-tez bo'lmaysanmi? Ish surishtirgani ketyapsizmi? Nima? Qanaqa ish? Hisob so'rama mendan. Ko'rgilmay, ish surishtirgani ketyapsizmi deydi menga. Dadasi. Xo'p desangiz, sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Nima deysan?
Agar ruxsat bersangiz ishlasam degandim. Har narsa sizga yordam bo'lardi-da. O'ylab gapiryapsanmi gapingni? Yoki sizni qo'lingizdan hech narsa kelmaydi, hech narsani eplay olmayapsiz demoqchimisan? Yoki ishlamayotganim yuzimga solmoqchimisan? Siz noto'g'ri tushundingiz. Bog'chada ishlamoqchiman. Qizimiz ham ko'zim oldida bo'lardi. O'chir ovozingni. Ishlashni xayolingga ham keltirmagin, tushundingmi? Nimaga unaqasiz? Nimaga har doim o'zimni xohishlarim haqida gapiraman desam, og'zimga urib yengasiz? Nimaga meni eshitgingiz kelmaydi? Iltimos, faqat urmang. Mana g'ayya. Qayoqqa olding? Har doim adam urganlardan keyin mana shu kremni yuzingizga surtardingiz-ku, bekitib qo'ygan edim. Agar men ham katta bo'lsam, meni ham yuzimga mana shunaqa bo'ladimi? Yuzimni bekitishimga kremingizni berib turasizmi? Senda unaqa bo'lmaydi. Senda hammasi yaxshi bo'ladi. Farmon ijrosi tahlilini biz Farg'ona shahrining Jo'ydam, Surtepa mahallalari misolida davom ettiramiz. Ushbu farmonning ijrosini ta'minlash mahallamizdagi barcha mana raislarga, mahalla yettiligiga juda katta mas'uliyatni yukladi hamda mana bu yonimizdagi hamkor tashkilotlar bilan birga ishlash jarayonida maktabgacha ta'lim, maktablarimiz hamda diniy idoralarimiz birgalikda hozir sog'liqni saqlash tizimi vakillari bilan birgalikda ishlayapmiz. Erta tug'ruqni oldini olish, erta nikohni oldini olish maqsadida bir qancha yo'l xaritalarini tuzdik va ular bilan hozir ishlash jarayonlaridamiz. Mahallamizda 2,5 mingtadan oshiq oilalarimiz istiqomat qilishadi. Albatta bu oilalarni ichida o'ziga yarasha nizoli, janjalkash oilalarimiz ham uchrab turadi. Biz mahalla yettiligi hamda faollar bilan birgalikda o'zimizga biriktirilgan oilaviy poliklinikalarimiz, maktablarimiz bor. Bularni vakillari bilan birgalikda hozir ishlar olib bormoqdamiz. Mana shu oiladagi sog'lom muhitni targ'ib qilish, uni rivojlantirish hamda mana shu oilaga sog'lom muhitni olib kirish bo'yicha ishlarni olib boryapmiz. Misollar bilan aytadigan bo'lsam, mana bir oilamizda shunday holatlar bo'ldiki, qizimizni haqiqatda ertaroq turmushga berilgan, mana hozir bu shar'iy nikohda bo'lgan, shar'iy nikohdagi turmush o'rtoq tashab ketganda qiz farzandi bilan hozirgi kunda qolyapti. Ota ichkilikka berilgan. Biz buni mahalla faollari bilan, faol nuroniylarimiz bilan, mahalla yettiligimiz bilan kirib oilani o'rgandik. Hozirgi kunda qizga ham, uni farzandiga ham sog'lom muhitga qaytarib, uni yaxshi yashash choralarini ko'ryapmiz. 2025-yil davomida bizga bir 5 nafar nomurosa oilalar murojaat qilishdi. Buni xotin-qizlar faoli bilan, ichki ishlar inspektorlari bilan birgalikda kirib, oilaga o'rganganimizda, albatta mana shu oiladagi muhitni buzilganligi, qaysidir holatlarda ota ichkilikka berilganligi, qaysidir holatlarda turmush o'rtog'i ichkilikka berilganligi yoki farzandlarni ta'limiga bee'tibor bo'lib qolgan holatlari uchrab keldi. O'zingiz bilasiz, bunda albatta ayol jabr ko'radi, lekin biz hech qaysi ayolni ko'zidan yosh oqishini xohlamaymiz. Bu ayollarimizga kerak bo'lsa psixologik ko'maklar berib, mana shu oilani buzib yuborishga ham haqqimiz yo'q. Oilani saqlab qolish, ularga sog'lom muhitni targ'ib qilish, ularga
sog'lom tinchlik hayotni olib kirishga qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Bunday holatlarda misollar bilan aytadigan bo'lsam, mana shu oiladagi onalarimizni albatta bilimlarini ko'paytirish, bularga kasbga o'rgatish, kasb hunarga o'rgatish, ularni bandligini ta'minlash, mana shu hokim yordamchilarimiz tomonidan mana shu otani, turmush o'rtoqni agar ular bandligi ta'minlanmagan bo'lsa, ularni bandligini ta'minlash bo'yicha o'sha hali ham kechmasda o'quv kurslariga o'qishga biz jalb qildik ularni va hozirgi kunda biz yaxshi natijalarga erishyapmiz. Bu sohada prezidentimiz tomonidan chiqarilgan mana shu farmon bizga dastur bo'ldi. Bizga bu yo'l yo'riq ko'rsatib berdi. Hamkor tashkilotlar bilan birgalikda ishlash hamda hamkor tashkilotlar rahbarlariga mas'uliyatni yukladi. Bu ta'sir zo'ravonliklarni erta aniqlash, oldini olish, oilalarda sog'lom muhitni shakllantirish, ayollarni bandligini ta'minlash, bandligi ta'minlanmagan ayollarni tadbirkorlikka yo'naltirish va oilalarda shu daromadlarni oshirish ham oilalardagi kelib chiqqan kelishmovchiliklarni oldini olishga sabab bo'ladi. Farg'ona shahrida oila maskani tashkil qilinib, zo'ravonlikka uchragan ayollarimizga psixologlar biriktirilgan. Oila maskanida psixologlarimiz ish olib bormoqda. Har bir mahallada zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni oila maskanlarida o'qitish, kasb hunarga o'qitish, ularni bandligini ta'minlash, ularni sog'lomlashtirish, huquqiy, psixologik yordam ko'rsatish amalga oshirib borilmoqda. Suruqtepa mahalla fuqarolar yig'inida 4 nafar notinch oilalarimiz mavjud edi. Hozir notinch oilalarimizni ibratli, namunali oilalarga biriktirdik va mahalladagi oqila ayollar, mahalla otinoylari, nuroniylarda ularga murabbiy qilib biriktirdik. Hozirda 2026-yil 6 oy davomida notinch oilalarimiz mavjud emas. 2025-yildagi 4 nafar oilalarimiz sog'lomlashtirildi. Hozirda tinch va har birini bandligi ta'minlandi, imtiyozli kreditlar ajratildi. Ayollarni sog'lomlashtirish uchun Farg'ona viloyati hokimligi, Farg'ona shahar hokimligi tomonidan bepul sanatoriyalarga joylashtirildi. Hozirda oilalarimiz tinch yashamoqda. Zo'ravonlikka uchragan ayollar va bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish, sog'lig'ini tiklash, sog'lom hayotga qaytarish yo'nalishidagi chora-tadbirlarda psixologik va huquqiy ko'mak muhim o'rin tutishi aytib o'tilgan. Zotan farmon bilan ko'zda tutilgan oila maskanlaridagi psixologik yordamlar, treninglar oila qurish arafasida turgan yigit va qizlarga, yosh oilalar vakillariga muammolarni o'zaro bartaraf etish, oilalarni mustahkamlash imkonini beryapti. Farmonning 4-bandida yangi tizim joriy etilib, ya'ni mobil ilovalar orqali tezkor chora-tadbirlar belgilash ham nazarda tutilgan. Ming afsuslar bo'lsinki, biz ana shu ayol bilan ishlaymiz, lekin uni ortida turgan agressor bilan ishlash muammo bo'layotgan edi. Natijada uyga borgan ayol yana takroran zo'ravonlikka uchrab, himoya o'rnatgan olayotgan holatlarni ham kuzatyapmiz. Va mana shu yurtboshimiz tomonidan imzolangan farmon bugungi kunni bir katta muammosiga yechim
bo'ldi desam mubolag'a qilmagan bo'laman. Sababi mana shu tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayolni ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan so'z tarmog'i orqali planshet, telefonlari va boshqa mobil aloqalari ixma.uz shaklida tezkor tartibda tazyiq va zo'ravonlikka uchraganligi haqida ma'lumot berish va himoya orderi bilan ta'minlanish, agressor bilan esa bevosita majburiy tarzda shu tibbiy holatini aniqlash, ruhiy holatini baholash va uni majburiy tartibda davolanishini tashkillash ishlari bevosita ichki ishlar va prokuratura xodimlari zimmasiga yuklatildi. Farmon bilan ommaviy axborot vositalari zimmasiga ham bir qator vazifalar yuklatilgan. Bu vazifa esa mazkur mavzuni muntazam yoritib borish, targ'ibotda eng samarali, ta'sirchan vositalardan foydalanish orqali farmon mazmun mohiyatini xalqimizga, aholining barcha qatlamlariga yetkazishdan iborat. Binobarin uning maqsad va muddaosini qanchalar ko'proq jamiyatning turli qatlamlariga, yosh oila quruvchilar ongi shuuriga singdirsak, bu oilalar mustahkamligiga, jamiyat barqarorligiga, ayollar va bolalarni turli tazyiq va zo'ravonliklardan himoya qilishga mustahkam zamin yaratadi.